Hürmetli vatandaşım, bugün yağmurda esıl toxtab turuşum gerek deyilken siz biz taqazza bulup atқан vaziyet başqa bir özgürlük davri kirib qaldı. Şoňa moşundaq sözleşke mecbur bolup qaldım. Meni keçiren hepsiz nima? Hepsiz bulup atқан bolsa. Endiki mavzu. Prezident Trump bilen Kim Jong-un söhbeti yoruqlaşdı. Amerika alimleri mundaq dedi. Jong'a çetik haqib etilişi mümkün. Ötkende bir söz degen toq, bugün yani şundaq söz davatım. Mavzulu xabar 5. ayının 29. gün Tayvan merkezi agenetliği ilan qılın. Xabar mundaq başlandı. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trumpning Chawshanning rahbari Kim Jong-un bilan o'tkazadigan suhbati yani yo'riqlashishga boshladi. Amerikaning qisman olimlari Chawshanning vaziyatiga umidvor qaramoqda. Amerika bilan Chawshanning suhbati o'ng'ishli bo'ladigan bo'lsa, Jungo balki chetga qayqib etilishi mumkin. Amerika Ovoz radiosi Jungo gumron bo'ladi degan kitobning avtori Jang Jadunning so'zlaridan naql keltirib, mundaq ko'rsatdi. Prezident Trumpning oraliqda suhbatni bekor qilishi to'g'risi jakarlab, bir necha soat o'tgandan keyin Chawshandan bir qator yarishish uchurlarini tarqatdi. Hozir Amerika vaziyatning butkul taraqqiyotini ilgari suryapti. Hozirgi masala shuki, biz bu vaziyatni saqlab qola olamiz yo'q. Oxiri Chawshanni yadro qurollaridan voz kechish olamiz yo'q. Jangjadam mundaq hisobladi. Bu qatimqi suhbatga Prezident Trumpga qaraganda Kim Jong-un texmi ehtiyojda. O iqtisodiy embargodan qutulishi lozim. Kim Jong-un Amerikadan foydalanib Jungoni cheklashga ehtiyojda. Chunki Amerika bilan Chawshan o'rtasida territoriya bog'lanishi yo'q. Talash tortishi yo'q. Jungo bilan chegara talash tortishi bor. Jungo bilan Chawshan o'rtasida chegara talash tortishi bor. Balki shunlashqa Prezident Trump bilan Kim Jong-un suhbati Jungoni chetga chiqarib qo'yishi mumkin. Jangjadi mundaq ko'rsatdi. Prezident Trump 3-oyda Kim Jong-un bilan kurashishga qo'shildi. Shu chog'da Jungoni tinchlik musofasining sirtiga qayqib etgan edi. Keyin Jungoning raisi Xi Jinping Kim Jong-un bilan 2 qatim ko'rishdi. Mening o'ylashimcha Jungo bir loyiha tuzib, yadrosizlashtirish musofasiga kirishni umid qilyapti. Jungo yanada bu musofaga kirishni umid qiladigan vaziyatning sirtidagi davlatdir. Josh Bokus mundaq hisobli tadqiqotchi Josh Bokus mundaq hisob. Jungo o'tmishda Chawshan yadro qurollari orqali Amerikani cheklamoqchi bo'lgan edi. Agar Chawshan oralida krizis agar Chawshan oralida krizis yo'qoladigan bo'lsa, kechiringlar. Jungo har jihatdan Amerika bilan oldi-sotdi qiladigan dastak tugaydi.